Kir yuvish mashinasi kirlarni yaxshi siqmayotgan bo'lsa yoki ichidagi suv chiqmayotgan bo'lsa, unda muammo drenaj tizimida. Buni 6 kilogramlik Samsung kir yuvish mashinasi misolida ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, uni pastki qismi ochiq. Hozir ochib qo'ygandik. Buni ochib olamizda, buni pastki qismiga keraksiz latta qo'yib qo'yamiz. Sababi filtrning ichidagi qolib ketgan mag'zava suvlar oqib chiqadi. Buni ochaveramiz. Agarda juda ham suv ko'p qolib ketgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Chunki ichidagi barcha suvlar oqib ketib, joylashgan joyini juda ham rasvo holatga keltirishi mumkin. Buni ochib olib, shuni chiqarib olib, buni ichini yaxshilab tozalab olamiz. Bu hozir toza holatda. Buni yaxshilab tozalab, bu narsani har 2 haftada bir marta qilib turish tavsiya etiladi. Sababi ichida qolib ketgan mag'zava suvlar silkin astarligi bilan kir yuvish mashinasi hidlanishiga olib keladi. Yoki agar ichida musorlar to'lib qolgan bo'lsa, bu pompaga jiddiy zarar berib, ya'ni buzilishiga olib ketishi mumkin. Agarda shunaqa qilsangiz ham shunaqa holat takrorlansa, unda uni pompasini almashtirish kerak bo'ladi. Uni pompa almashtirish uchun mutaxassislarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Agar sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizda ishlatiladigan barcha ehtiyot qismlari va xizmatlarimizga kafolat beramiz.